Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Navbatdagi o'quv naborimiz bitdi. Mana topshirdik klientimizga. Xatik fasonda. Skryuter ruchkalar beramiz. Balans mexanizmda. Mexanizmni ham akkuratni ochilib turadi. Ichiga sushkalar berdik. Bitiga esa kontrda uraverganmiz. Urokni bo'lish uchun polkani qilib ichiga katta narsalar kirib ketaveradi. Bunga ham bir xil bo'lish uchun profilga bitta duxovka, tepada mikrovolnovka, endi mikrovolnovka keyin boshqa внутренний sok qo'yiladi. Tepada antresol, bular ham bezruchka bo'lgan. Yon bakevinalarigacha kashtandan ishlangan tepalarigacha. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qilaverasizlar. Mebelok sizlar